Men bir savdo qilay. To'g'risida bo'layotgan gapda. 100 dan pastga tushmaydi aka. Bir ko'ringda bersangiz agar. Naqd 93 million beraman. 94 sotaman mashinani. Shundan qilgan bera olmayman. 1 million qo'yib sotaman. 93 million naqd pul beraman. Ochiqcha gapda. Lekin u pullar sal juda xiyroq. Holatini ham ko'rib chiqdim. Kraskasi ham bor. Faqat yaxshi tomoni yili yaxshi, 23. Shu yili uchun bo'libdi ko'ring. Endi bundan Ayni qo'yganingiz arqani burilishga shu o'tganda ko'rdim. Ichak o'tmagan ekan, lekin teparoqqa sepib yuboribdi-da. Ko'rdim, kraskasi sepganda. Ko'rdim aka. Qarang. Endi Spark eng oxiri shu bo'ladi-da. Bundan keyin yo'q. Buni kim olsa ham 10 yilda keyin ham eng yangisi shu bo'ladi-da. Misol Cobalt chiqib turibdi, ko'p kishi aytadi, Cobalt eskiradi. Gentra 23 eskirmaydi, mana bu 23 eskirmaydi. 10 yildan keyin ham shu mashina eng oxirgi chiqqan yangisi. Xuddi mana Nexia bilan 2008 ga eng oxiri. Aytdim. 2016 Nexia 2niki, yangisi hisoblanadi. Hozir 2026 bo'lsa ham 2016 Nexia kelsa eng yangisi shu. Yangi Nexia deymiz o'sha. Buni ham 10 yildan keyin ham xuddi shunday bo'ladi. Oxiri shu-da. Lekin hozir 93 million so'radim, zo'r pul so'radim. Bering aka to'g'ri kelsa. 100 bo'lsa qilib beraman. Ya bilaman, ko'nglingiz 100. 100 ga tortmaydi. Aytdim. Hop, aka aytib ko'ramiz hozir. Ko'ringlar akalar 2023 Spark avtomat. Bitta hafta krilochasi, kraskachasi bor. Oldi kriloni pastga sepilgan ekan. Eshigiga ham o'tgan. Eshigiga ham o'tgan, eshigiga qaramayman. 100 million bo'lsa beraman debdilar. Naqd pulga 100 million bo'lsa, keyin chiqadi aka. Yeni chiqagan. 100 million bo'lsa, oluvchi bormi Spark oluvchi avtomat? Hozir 100, 105, 110 ga hamma Cobalt, mashina tasavvuf qildi-da. Shuna qoldi to'g'ri. 110 2022 yil merorini degan radnoy. 93 million so'radi. Nomard so'ramadim. 100 bo'lsa beraman. 1 million qo'yib sotaman, olishligini mashina yil uchun. Nomeringizni Instagramga qo'yib beraman, qiziq qo'yishib bo'lsa oladi aka. O'z nomer qo'ymayman dedim. Endi oxirgisiga qo'yib yuboraman. 93lik 118 71 oxir 100 bo'lsa berasiz. Yana ham biror nima qilib berasiz Sunat aka. Yo'q, 100 dan balandroq sotaman dedim rostagi. 100 ta beraveraman. Prosta salgan. Tushundim. Qarang, bu yoqqa 50 kishi, 100 kishi bo'lsa Instagramdan 50 ming, 100 ming kishi ko'radi-da. Shunday. Har xil viloyatdan ko'radi. Telefonda chiroyli muomala qilib, soting aka. Sotilsa rahmat desangiz bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Sog' bo'ling aka.